Assalomu alaykum hammaga. Mening ismim Sunnat Ali. Men Polshadan turib sizlar uchun Zo'r X kanaliga PlayStation 5 ta o'yinlar yuklab boraman. Bugun bizda GTA 3 The Definitive Edition varianti umrim davomida PlayStationda yoki kompyuterda ham 1, 2, 3, 4 GTAlar o'ynamaganman. Faqat GTA 5 va GTA 5 onlaynini o'ynaganman va bugun sizlar bilan GTA 3 ni o'ynab, unga baho beramiz. Videoni bemalol oila davrasida ham ko'rsanglar bo'ladi, ya'ni ukanglar bilan yoki akalar bilan, chunki bu yerda hech qanaqa bir yomon so'z ishlatish yoki so'kinish yo'q. Qani unda o'yinni boshladik. Ha, albatta video boshlashdan oldin kanalga obuna bo'lishni va videoga обязательно like bosishni unutmanglar. Qani unda o'yinni boshlaymiz. Birinchi kartasini ko'raylik qanaqa ekan. New game. Are you sure you want to delete game? Okay. O, Amerika, США, Liberty City Bank. Liberty City bu bilishinglar uchun New York shahri hisoblanadi. Adashmayotgan bo'lsam agar. Bu brat kim ekan? Sorry, babe. I'm an ambitious girl. Qo'y. You're just small time. Internal Affairs investigate links between Yakuza and police. Yakuza nimaligini bilasan? Bu yaponiyalik mafiyalar. Ularni Yakuza deb atashgan. Hozirgacha Yakuzalar Yaponiyada bo'lsa kerak. Tarixini ko'rganimda bor edi. As the police and emergency services deal with the aftermath of a devastating attack on a police convoy this morning. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses, and the bridge itself severely damaged. Barcha getani o'ynab chiqishga tayyorman, faqat mana shu video 100 ta like yiqqandan so'ng biz GTA 4 ga o'tamiz. U ham shunaqa like yiqsa keyin 2 ga, 1 ga, keyin faqat GTA Online o'ynasak bo'ladi. Bemalol. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this Nima balo uchib yuribdi? Bombami? from the rest of the city. Come on! Señor Dickhead! It's no problem to kill you. You're gonna be sorry. Sen kechirim so'rashing kerak. Bu yerda seni o'ldirish uchun muammo yo'q, deyapti politsiyaga, xodimlariga. Og'iz ochilib qoldi. Get lost. Ana bizning qahramonimiz. Bomba bor edi. Ko'rdinglar, o'zi bomba chiqib ketdi. Ular maqsadi ko'prikni portlatish bo'lgan ekan. Oy, yondirar ekan bu go'zal tuyg'u. Qo'shig'am miyaga o'tirib qolgan. Trend Instagramda. Qani bu yog'i nima bo'lar ekan endi? Yonib ketyapti. Mashina yonib ketyapti. I know a place on the edge of the red light district where we can lay low. But my hands are all messed up, so you better drive, brother. Qani, sen haydashing kerak deyapti mashinani. O! GTA 5 ga o'xshab mana bunaqa kartada chiziqlar chizib qo'yibdi. Ko'ryapsizlar? Lokasiyani ko'rsatadigan. Qilamiz. Bu yoqda deyarli GTA 5 dan farqi bo'lmayapti. Mana kimda urib o'tib ketdik. Va qavruvchiga doim yoqishmagan bular. Rasvo bo'ldi, mashina oldi ochilib. Lekin motori ko'rinar ekan, qaranglar. Anqayib qoldi muzor. Ana bakslarga mashina urilganda kapot yerga yotmas ekan, GTA 5 ga o'xshab. Liberty City'da mashina haydash uncha-munchasiga emas ekan. Bu
Qani, stop in the blue marker. This is the place right here. Let's get off the street and find a change of clothes. No, atmosferasidan GTA Vice City'ga o'xshab ketar ekan grafikalari. Bu qanaqa garaj? The garage next door can store one vehicle when you save your game. O'yin davomida bitta mashina olib kelsangiz saqlanib bo'lar ekan shu yerda. Endi nima qilish kerak? Mashina orqasiga tortardimikan? Yo'q, to'rtta balon ham tortadimi deyman-da. Qanday musiqa o'chirsa bo'lar ekan? Hop, harakat qilamiz. Ha, mana. Mana bu knopkani bosdim, keyin qo'shiq o'chirdim. GTA 5 da mana bu yerda bo'ladi knopka. Uzr. Bu yerda odatiy holat ekan, odam urib yuborish. Aybo. Mana to'xtaylik-chi. Louis'ning qizlari degan klub bor ekan, Night Club. Kimasa aytmaganda Louis. Luigi ekan, Luigi. Axranami? Eightball's got some business upstairs. Or maybe you could do me a favor. One of my girls needs a ride, so grab a car and pick up Misty from the clinic, then bring her back here. Remember, no one messes with my girls. So keep your hands on the wheel. If you don't mess this up, maybe there'll be more work for you. Now get out of here. Qanaqadir qizini olib kelib berishimizga aytayapti. Qani? Get a vehicle deyapti. Yehe. Shuncha ahmoq odam turib signal chalyapti. Ko'rdinglarmi? Bunday fara yoniq bo'lsa aks berar ekan. To'xtaymiz, bunday o'tamiz. Keyin mana bu eshik ochilib yopilishi, mana davom etayotganda eshik ochilib yopilyapti yoki bagaj o'rilyapti. Mana shu narsa joystikda vibratsiya beryapti. Ha, bansaga keldik. Qachon boshladi? Mana qiz. Bu iflos qizlarga bittada biladi. Nimaga desanglar, mashina oldiga o'tirdi. Normalniy qiz bo'lsa mashina oldiga o'tirmaydi, orqaga o'tiradi. Endi xotini bo'lsa o'tiraversan oldiga. Agar mana bu knopkani bossam, kamera o'zgarar ekan. Politsiya-yu. Qochish kerak politsiyadan. $1,500 berdi, qizni olib kelib tashlaganimizga. Liberty Cityda taksi qilish kerak ekan, unda Yandexda. Nima qilamiz? Elga kelib yana zadaniya olamiz. Walk in the blue marker and trigger mission. Don't spank and bitch up. Don't spank ma bitch up. Ingliz tilida birinchi marta ma degan so'zni ko'rdim. Nima balo beryapti? Qo'lda ushashini ko'ryapsan? Just mana bunday qilib tursam, ushayotgan bo'laman. And introduce a bat to his face. Then take his car, respray it. I want compensation for this insult. I want compensation for this insult. Qani, unda nima qilamiz? Pick up the bird. Pick upga chiqishimiz kerak ekan. Sorry. Men mana bu narsani olishim kerak ekan. Qanday urar ekan mana? To'rtburchakda sakrar ekan. X da tez yugurar ekan. Ko'ryapsizlarmi? Dumaloqda urar ekan. Ana dollari ham paydo bo'ldi. Nima qilamiz? Furgoniga o'tiramiz biratanni. Ketdik. GTA 5 ga o'xshash sariqda chizib qo'ygan kartada. Musiqa jonga tegdi. Ham Liberty Cityda ko'p signal chalishar ekan. GTA 5 da bunchalik ko'p signal chalishmaydi.
Nu chalsa ham yoqimliroq. Keyin yangilikka o'yinga e'tibor beradigan bo'lsam, mana bunaqa yo'l bunday-ku, urilyapti-yu mashina dars aytib. O'shanda ham joystickga vibratsiya beryapti. Ya'ni kontrolga. Mana har bittasida. Bemalol tormoz bosganda his qilsa bo'ladi. Voy, o'tib ketib qoldim. Harbiylar mashinasini haydab yuribdimi? To'xtab turing biroz. Oldin hayotimda eng zo'r o'yinlardan biri bo'lgandi Vice City. O'tda nima qilish kerak? Yani uni take his car and repair it deyapti. Mashinani ustaxonaga bordi, uni bo'yagin deyapti. Nima qilamiz? Ketdik, ustaxonaga boraylik o'sha. Bular gitara ekan, yo'ldan o'taverar ekan, peshobdan o'tmasdan. Shunga ham ko'p odam, uzr, hayajonlanib ketdim. Uncha men mashina yaxshi burib bo'lmayapti ekan bunda. Nu e'tibor bering. Oho, motorlar ham bor, tiniq qilib qo'yibdi mashinani. Ya'ni aniq ko'rinadigan bo'lib. Ana GTA 5 da ham bunaqa aniq ko'rinmaydi motor. Mana bunaqa holatda-da. To'g'ri, rasmga o'xshab qolgan, bunday realligi bilinmaydi. Yakuza mafiyalar otishma qilyaptimi deyman-da. Red Light District ekanmiz. Qizil chiroq degan mahallada ekanmiz. Mana bu yerda ekan. Kiraylik. $1000 ekan-ku. O'zi $1,500 pulimiz bor edi. Mayli. Endi nima qilish kerak mashinani? Kimdir urib yormadikmi? Mana. Har adonga tushganda dars ovoz chiqaryapti. Mana tepalikka chiqqanda, tushganda. Liberty City San Fransiskoga o'xshab ketar ekan. San Fransisko ham shunaqa yo'llari. Kim Drive in San Francisco degan o'yin o'ynagan bo'lsa, tabriklayman. Men ham o'sha o'yinni o'ynaganman. Juda ham yaxshi ko'raman, chunki prям hamma mashina haydasa bo'ladi. To'g'ri, unaqa mashinaga qattiq e'tibor berishmagan, ya'ni nimasi bo'yicha siz haqiqiy poygadek his qila olmaysiz. Misol uchun GTA 5 da mashina haydasiz, undan yaxshiroq-da. Lekin zo'r o'xshatgan baribir San Fransiskoni. Drive. Shunda ham eshigi pachoq bo'ldi. Nega chiqmayapti odamim? U narod turib qoldi. Mana bu yoqda, mana. Bo'ldi. O $4,000 berdi. Endi ne qilsak, xuddi GTA 5 ga o'xshab mana bu bir knopkani bossanglar, mana bunaqa narsa paydo bo'ladi. Endi qo'lga o'tkazib olamiz. Bizga bu mashina kerak. Doimgidek. Boya mashina ostiga bo'laverardi. Ne qilaylikchi? Kartasini ko'ramiz. Qanday yurg'izsak bo'ladi? Mana. O'ylashimcha katta ikkita orol bor ekan. Hozircha ko'ryapman. Mana 3-orol aeroportga o'xshayapti. Mana bu yer. Aeroport aniq. Mana bu yerda uy bor ekan. Spray, bunaqa separatsiya narsa bo'lsa, bu aniq bo'ladi. Mashina rangini o'zgartiradigan joy. Bu katta o'rmon. Nimadir bizga foydasi bormi bu o'rmonlarni? Mojit buni onlayn variantda bo'lsa foydasi bo'ladi. Hozir biz chapga, to'g'riga, keyin o'ngga. Shunda Amerika qo'shiqlari uncha yoqtirmayman, bosh og'rig'i deb o'ylayman qo'shiqlari. Bunga o'z odatiy holatda kamroq qo'shiq eshitaman. Parking qildik. 1,5 metr masofa bo'lishi kerak, bo'lmasa jarima bo'ladi. Polshada. Drive mystery for me. What am I gonna do? Hey, I gotta talk to you. All right, Mick, I'll talk to you later.
How you doing, kid? The Don's son, Joey Leone. You want Kalesam some bora action from his keldingizmi? regular girl, Misty? Go pick her up at Hepburn Heights, but watch yourself. That's Diablo turf. Then run her over to his garage in Trenton and make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, this is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. Mistyni yo'q qilish kerak. Ko'zing yo'lda bo'lsin deb aytayapti. Oxirgi so'zlari. Ana, get a vehicle. Okay. Radio o'chib. Taq. Taq, qizildan o'tib, mana shu yerda ekan. Kim bo'lsa ham. Nigga, what you doing, nigga? To'xtaymiz. You need somewhere wheels for this job. You need some wheels for this job. Wheels bu balon deyapti. Geta Vice City'da mana shunaqa joy bor edi, по-моему. Demak, kartasi o'xshash ekan. Wheels degan nimani nazarda tutyapti? Men umuman tushunmadim. Dedi. Signal chaldi-da. Men signal chaldim. Endi kimdir chiqyapti. Rolni ham bir bo'lmas ekan mana bunaqa. Kutaylik, muncha kelishi qiyin u qizda. Bir qizda shunaqa bo'ladi. Bir safar bitta qizni uyiga olib bordim, u dedi, kiyimni almashtirib qaytib chiqaman dedi. Gideda 15 minutda dedi. Men ishondim, 1 soat kutdim. 15 minut degani 1 soat kutdim. Bu ham qiyin narsa ekan. Mayli, to'g'ri qabul qilamiz, ular tabiat o'zi shunaqa. Tabiatdan qizlar shunaqa. Nima qilyapti? Bo'lmish qo'lda nima bor? Ko'rdinglarmi? Hozir ushab olgan ekan. Qizlar oldi chiroyli qo'shiq qo'yib beraylik. Mana bunaqasida. Mashina bunaqa o'tirib ketib. Yo'qali. Qizlar oldida. Qo'shig'i birini qo'yib bergan. Romantik. Mashina salto'li otib tashlayaptimi? Politsiya bor ekan, odobli bola bo'lamiz. Politsiya indamas ekan avgon qilsa. Bahaladagi tez yeb qolyapman. Auto painting insurance repairs. Kiraylik nima ekan? Mashina bo'yaydigan joy deb aytayapti. Ham sug'urtani tiklovchi deb yozib qo'ygan. Bu qizni o'ynashi bor ekan-ku. Bizga qo'shiq qo'yib berdi. I'll be with you in a minute, Sparkplug. Sparkplug. Luigi said you were reliable. Sparkplug degani uchqun siquvchi degani. $1000 berdi. Biz kirakash qilib qo'yishdi bular. Men kelaylikchi nimadir bormi? Mick Leap's last lunch. In a moment, sweetheart. I got a little business to take care of. I got a little job for you, pal. The Farrelly brothers have owed me money for too long and they need some respect. You have to respect. Stuffing his fat face in the St. Mark's Bistro. Fat face. Steal his car and take it to 8 Ball's bomb shop. Zo'r gapiradi. You know 8 Ball, right? You know 8 Ball, right? With a bomb, go park the car where you found it. Go park it in the good car. Watch the whole show. But hurry up, he won't be eating forever. Shoshil, sen umrbod bo'lmaysan deydi. In the Navy. 5 minut vaqtimiz bor ekan-ku. Bizga normalniy mashina kerak, politsiya emas har holda. To'xta degandim.
Ne qilamiz? Mashina to'xtatib oldik. O'tiramiz. Nima e'lon? Kimda o'tirishga harakat qildi mashinamga? Kamera o'zi tez-tez joyiga qaytmas ekan. Mana birda orqasini burar ekan. Sakradi bizga kerak bu narsa. Va, ko'rdinglar drift qilishimni? Bizga BMW bo'lish shart emas drift qilish uchun yoki Mercedes. Mashina bor-ku. Vashi bunaqa salto yotdi, xatoga ketganmi, nima balo? Xadovkalar ketgan bo'lsa nima bo'ladi? 5 minut vaqtimiz bor ekan. Ishni bajarishga. Ishoninglar, GTA Vice City bilan bir xil. Joy nima qilish kerak? Deydi, kredit autosiga olib borish kerak mashina. Voy. Ko'p odam urib yubordik. Xudoning o'zi kechirsin. Doim. Mashina oldi ko'rinmas ekan. Qachoq bo'ldimmi, yo'qmi bilmoqchi edim. Tormozlari ham yaxshi emas. Xatga sakrayapti ana qiz. Tavba qildim. Qaranglar, drift qilib beraman. Rasvo bo'ldi mashina. Uzr. Fanarini o'chirsa bo'larmikan mashinani? Yo'q, o'chmayapti. Qo'shiq o'chirib qo'yaylik. Hech kim urvormadingmi? Ketdik. Mashina rangi o'zgarmadi-yu. Aldan metalik qilib berganmi yo? O'zgaribdi ozgina bo'lsa ham. Qatga ketib qoldi. Ha, tushundim. Deydi, mashinani pachoq qilmagin, deyapti. Men mashinani pachoq qilib qo'ydimmi? Va shuncha joydan kelib qo'ygan ekanmiz. Va qaytadan qilish kerak. Shu bilan 2 minut vaqtimiz qoladi. Yetib borishimiz uchun. Urmasdan. Bamperda osilib qolibdi mashinani. Pul ketdi, pul. Urvormaylar faqat. Men odobli bolaman. Asta haydaymiz. Mashina ichdan haydab bo'lmas ekan. GTA 5 ga qo'shishgan shu narsani. Politsiya ham bilmasligi kerak, hech kim bilmasligi kerak mashina o'g'irlanganligini. Uzr, yashil yonib qoldi. Uzr politsiya aka. Choraqasi zo'r ekan-a, Amerikani. Liberty City'ni to'g'rirog'i. Yaxshi, tegib ketmadik. Asta yuramiz. Voy bu. Bu yerda nimadir bor ekan. Sal qoldi. Asta haydaymiz. Kelamiz. Toychog'i. Bu yerda nima bo'lar ekan mashinaga? Arm with bomb will go off when engine is park the car, the Marcos Bistro. No, lekin oldingi anularga qaraganda grafikada ancha yaxshilanish bor. Misol uchun odamga qiziqroq, ya'ni tiniqroq. Oldingi davrlar grafikasini ko'rib bilasizlar o'zingizlar ham. Endi yoshlar bilmaydi. Yaxshi suvlar aks berib, ana narsalar bor ekan. To'xtaymiz, odamlar o'tkazib o'ramiz. Ha,
deyarli o'yinni boshqarish GTA 5 dan farq qilmas ekan. Prosta oti bo'ladimi bunda? Men mashina haydab ketayotganda yo'qmi bilib bo'lmayapti. Chunki haligacha bizda pistol yo'q, pistoletimiz yo'q. Qanday bombani aktivate qilsa bo'ladi? Bizda bomba yo'q-ku. Ketdik. Mashina portlashi kerak, по-моему. Ha, men odam o'tirgandan keyin portlaydi. $10,000. Muhimi dushman o'ldi. Bizga yangi mashina kerak. Ye. Doda, nima shapka kiyib olgansiz, doda? Ketdi. Ye. Meni tushirib oldimi? Ye. Bunaqa aniq emasmi? Tush. Ha, yana olaman deydi mashina. Ketdi. Boshqa missiyaga. Ha, odam turib olgan yo'liga signal chalyapti. Qaranglar mashinani. Men shu narsani aytayapman-da o'yinda. GTA 5 ga o'xshab rulni burib tursa bo'ldi-yu, ham. Yep. Men rulni bursa turadi deb o'ylagandim, qoch. Oh shit, mana balon uchib keldi. Ha, bu balonlar grafikga kirib ketyapti-yu. Elga ozgina qolgandi. Hoppa, harakat. Yakuzalar otishma qilyaptimi? Men shu narsaga hayronman. O'yinda mashina juda mana, qaranglar. Rulni bursa ketdi. Ko'rdinglarmi? So'rabsizlarmi? Qani? Pump Action Pimp. Qanaqa missiya ekan bu? Ko'ramiz, shu on baho beramiz. Ungacha sizlar Sunatal Warrior kanaliga, ya'ni Zorixga obuna bo'lishni unutmanglar. Yaxshi, YouTube yaxshi o'yinni uzatyapti ekranga. Ammunition. Qurol sotadigan joy GTAda ham bor, GTA 5 da, to'g'rirog'i. Qani, press rapidly and sprint. Mana tez X ni bosib yuguradi deyapti. Ammunitionga boramiz, по-моему, qurol yarog' olgani. Mashina zo'r ekan, kichkina. Qo'shiq o'chirib qo'yamiz. Ammunition kesib o'tadigan mahalla bormi? Shu yerda bor ekan mahalla. Mahalla qayerda? Ko'kcha mahalla. Zinada, zinada ham yuraverar ekan. Voy, turib qoldi. Ko'z tegdi. Lekin mana shuni effektini beribdi. Joystickda bilinyapti. Tiq qilib. Ammunitionga boramiz. Mashina parking qilib ketaylik mana shu yerga. Bu nima balo? Go inside ammunition buy a weapon. Luigi said you'd need a piece. So go around the back of the shop. I left you 9 in the yard. Do'koni ham zo'r ekan-a. Mana shuni olaman. Qanday sotib oladi? Mana shuni olmoqchiman. Ha, odam nima qilyapti? Yo'q. Qanday sotib oladi? Tushunmayapman. Hamma knopkani bosib ko'rdim, hech nima o'xshamayapti. Prosta. Bora. Hech nima olganim yo'q.
You want a license too? Out of stock degani, o'sha yo'q deganida. Bo'pti, ketdik. Asli boshqa maqsadda bu yerga kelishdi. O'ylashimcha, biz menga kelishimiz kerak ekan. Bo'ldi, mana endi qirol berdi. Mo'ljallaymiz. Ovozini eshityapman. GTA 5 o'ynagan bo'lsanglar, o'zi to'g'rilab beradi asosan. Nima edi? Tak. Ketdik. Bu jinni ekan odamlari. Ha, endi o'tur. Siz hurmatingiz bor edi biroz. Qochib tur, ana endi. I don't need to say any ID. You look trustworthy. Ozgina o'q sotib olishimiz kerak. Bunda iloji bo'lmayapti. Ye! Otib tashlar ekan. Ketdik. Dalbayob. Ma'lumot uchun dalbayob bu so'kish emas. 50 ta jonim qoldi. Bu ahmoq degani. O, молодец, eshik yopib oldi. Endi nima qilamiz? Qanaqa missiya bor? Ketamiz o'sha tomonga qarab. Qizilga qarab ketyapti, qizilga. Nega mashina otib bo'lmayapti? Demak, buna narsa yo'q ekan GTA 3 da. Endi Infinitive Edition'midi? Yo, Definitive Edition edi, uzr. Nima ma'no beradi? Umuman tushunmadim. Definitive, Infinitive, Premium, yana bir nima. Ne? Xudoga shukr. Shunaqa narsalar bor. Ana lakasdan topolmayman. Ko'rding, qochib yuribdi-da u. Tushunmayman. Mana o'rtadan kesib o'tamiz-da. Otib taylaymiz. Otib taylayman. Mana to'xtadi. Ye. Homie. Mission failed. Men o'ylagandim, oson bo'ladi deb o'ylagandim. Qaytadan har xilda. Men otyapman, mashinasida otyapman, o'lmayapti. Ay, palakadan yana orqaga qaytib borish kerak ekan. Yani chiqib bir nimalar deydi, X bosib o'tib ketar ekan. Yaxshi. Okay, test. Yani yangicha mashina qo'shildi, ko'rdinglarmi? Orqasida olov anulari bor ekan. Yani brat yana kelib qoldimi? Politsiya bor ekan. Taksida ketamiz. Hint. Shu yerda ham Hint taksida. Amerika ko'chalarida, Liberty City'da. Qaramiz, ko'rdinglar, sal devorga ursa ham uchqun chiqdi. O, mana pistolni olamiz. Prosta menga qarasa o'zi to'g'rilab qo'yapti. Bo'ldi, yetadi. Ko'p uzoqardik. Endi dushman shu atrofda yuribdi. Ko'rdinglar-a? Taksidamiz u, bilmaydi, taksist deb o'ylaydi. Bitta Hindistonlik taksist deb o'ylaydi. Shunda yo'lim to'sdigan, bu Hind-u deydi. Qilib to'xtab qoldik. O'z-o'zimizdan. Tovuq miya anulaga. Nimaga to'g'ri? Ota tez. Bo'ldi, ket bu yerda. To'xta, qirol yarog'ini olaylik. Hatyabi.
Nima balo bo'lyapti tepada? O, mashinasi zo'r ekan. Mashina zo'r ekan, nima ish qilasiz? Mafiyami? Nima? Ollabay, mafiya. Oh, mafiya. Chiroyli eshitilar ekan. Albatta nima qilamiz? Garajga saqlanib qilib qo'yamiz mashinani. Bizga bunday mashinada kerak. Uyga kiraylik, nima bor ekan? Okey. O'yinni saqlanib qilsa bo'lar ekan uyga kelib. O'zi GTA'ni barchasida shunaqa bo'lsa kerak. Prosta uy ichini ko'rmoqchi edim. Okey. Chiq endi uchastkadan. Liberty City'da yashash o'zi bo'ladimi? Deb o'zi kirib bo'lmas ekan. Ne qilaylik? Lidlmi bu? Nima balo? Kirib bo'ladimi? Yo'q. Ana unga sakrab bo'larmikan-a? Yo'q, bo'lmayapti. Bitta mashina olib kelib sakrab ko'rsa bo'ladi lekin. Ne qilamiz-da? Bu tepada nima bor ekan? Yo'q, bu yerga ham kirib bo'lmas ekan, lekin ichi ko'rinyapti. Ko'ryapsizlarmi? Nimadir bor-da. Mashina olib kelib borib, tomga chiqib ko'rishga harakat qilaman. Bizda Gentramiz bor, qora. Voy nimada yurasiz? Qora Gentrada. Voy nima ish qilasiz? Mafiyami? Bitta isbotlang mafiyaligingizni. Qora Gentraning o'zi isbot. Ne qilamiz? Sal tomi to'g'ri kelish kerak-da, agar sakramoqchimiz-ku. Yep, chiqmayapti-yu mashina ustiga. Ana chiqdi. Ana ushamas ekan. Ana. Motorning ovozini eshityapsizlarmi? Yo, chiqmayapti baribir. Mashinani garajga qo'yib qo'yaylik. Qora Gentrani. Nechta benzin yeydi? Shu 17 ta 20 ta kayfiyatiga yarab. Zo'r ekan mashinangiz. Motori nechi? Motori 20 litrga o'xshash, lekin 1.5 motor. 1.5 bo'lib turib shuncha yeydimi benzin? Endi o'zbekchadek yarashaveradi. Oh, xudoyim. Qo'shiq o'chirib qo'yaylik. Boss oldiga boramiz. Nimadir missiya bo'lsa, bizga shart bersin. Bo'lmadi, yerlardan borib tutun chiqib turibdi, ko'ryapsizlarmi? Varshavada ham qoqishga, shunaqa shahar sentriga borsanglar yoki kanalizatsiya bor joylarda o'zi tutun chiqib turadi. Bizga missiya bormikan nimadir? The Football nima balo ekan u? Hoji aka. Hoji aka ish bormi? Biron bir ish bering. Qo'shini qaranglar. The policeman's ball is being held at the old school hall near the Callahan Bridge, and they'll be looking for some old school action. Now, I got girls all over town walking the street. Get them to the ball. They'll make a bundle. Get as many of them as you can before the cops drink away their green. Yomon tez gapirar ekan, brat. Addushi. Bizning mashincha qani? Less than 4 girls working the football and Luigi won't be happy. Shu qizlarni o'ldirish kerak edi. Shunaqa qizlar ishlaydi, bu brat xursand emas ulardan o'tdi. Okay? Let's kill them. O'ldiramiz. Boshqa nima ham qilardik? Street girl. Yeah, mission failed. One of the loose girl. Sorry. O'ldirib qo'ydimi? Men o'ylabman. O'ldirish kerak deb o'yladim. Qaytadan biz Gentra shotdami? Bu Gentra emas, Cobalt ekan bu. Nima qilaylik? Eshik pachoq joydan boshlanar ekan baribir. Men o'ylaman, to'g'rilanib qoladimi deb. Qizlar olib kelish kerakmi deyman-da, eshik tushib qolmadimi? Ha, mashinaga o'tiradi-da. Chiroyli qiz. Qari, boy o'ldirdimi, qon qolgandi. O'sha qolar ekan izi. Yana oyog'ida izi ham bor ekan qonni. Endi nima qilish kerak? Shu ko'chalarda mashina haydash ham qiyin ekan. Ehtiyot bo'lish kerak, ag'ranib bormaslik. Aytib pushtiga olib borish kerakmi?
deymanmi? Klientlari. Ye. Qizcha chiqardi. Ana qiz ham hayrondir, bu sunnat maqotdir. Sunnat emas, ana ichidagi prostitutka. Okey, bitta qizni amalladik. Shu atrofda qizlar bormi? Kattaroq mashina olish kerak-da. 4 ta qiz olaman bir vaqtda o'zida. Hind to'xta. O'tiring, brat, addushi. Mayda bitta qiz bor ekan, ovolaylik. Yana 3 ta o't qilsak bo'ladi mashinaga. Biz endi kupe minmaylik, damaza minaylik. Bu chiroyli yuradigan bu mashina. Qatta u qizlar. Halakat. Vaqt yomon tez ketyapti-yu. Tepaga chiqamiz. O'yinda shunchaki mashina haydab yurish bu qiziq narsa emas-ku. Bu o'yinda nimadir qilish kerak, va missiya bajarish kerak. O'tiring. Ha, jonga. Tepada ham bormi qizi? Narigi mahalla turibdi ekan. Mana mafiyalar bor joyda prostitutkalar ko'p bo'ladi. Ehtiyot bo'lasizlar, prostitutkalar bu virus. Jamiyat uchun virus. Sog'lom jamiyatni qulatadi bular. O'tiring, opoqi. Bo'ldi, ketdik politsiyaga. 3 tasini oldik. Amallab. Tepadan nima? Metro o'tganmi? Keyin qiziqib ko'ramiz. Birinchi missiyani amallaylik. Haromi Hind. Kommentariyada Hindiston bayrog'ini qoldirib ketinglar. Qanday qilayotganligi uchun qaranglar, Hindda shu yerda bizga dushmanlik qilyapti. Va amerikaliklar yo'l berib o'ryapti. Ketinglar, o'ldirib qo'ymay. To'g'ri, avtobusga o'tirish kerak ekanda. Nimaga desanglar, mana avtobus olaydi. Prosta hammasini yig'ib kelaman. Yurish yomon qiyin ekan avtobusda. Nechta yo'lovchi ketadi deb o'ylaysizlar. Qacha, bu yoqqa o'tib ketishim kerak. Voy, narigi prostitutka olish qiyin bo'lar ekan-da. Ko'cha torda, boru. 35 soniya vaqtim qoldi-yu. O'tiring. Buncha chiqishingiz qiyin. Yana bittasini olib kela olamizmi, yo'qmi? Nima deb o'ylaysan? Ochinglar. Avtobus. Qoch. Vaqt 9 soniya qoldi. Bu ulgurmadik. Bitta narigi qizni o'tkazib olmoqchi edim. $2000 berdi bor yo'qi. O'tda nimadir bo'lyapti. Bu avtobusda ikkita prostitutka bor. Avtobus ham keng narsa o'zi. Tushmanglar, Nariga ham tushib qoldimi? Yana bittasi men bilan qoldi. Ular pamoyim narigisi ham tushsa kerak. Hech kim tushmadi mashinada. Balonini teshib ko'raylikchi. Avtobus yonib ketdi. Ichida qiz bor edi-yu.
Oh no. It's not good, brother. Ya, ustiga chiqib bo'lmayapti. Qiyin narsa. Butlar o'zi nima ekan? Ha. Ushamas ekanda bu bori. Bo'pti, ketdik butlardan. Ertasi yo'q bu bollani. Butni ishlatmaydi kallani. Ertasi yo'q bu bollani. Voy, o'tda kran ishlayapti, shunga qiziqdim-da. Mana kran turadi, ko'rdinglar? Ertasi yo'q bu bollani. Butni ishlatmaydi kallani. Zapravka bor ekan. Demon polish deydimi? Palaylar yaxshi. Bunday qilmanglar. Qayta jon bor ekan. Bizga barib kerak emas. Mana shu jonga teginsa pul ketadi deyishgan. Qani? 20877 pulimiz bor ekan. Yo'q, ketmadi bir kunga. Yugursa hansirab qolar ekan. I'm talking about being a man dedi. Men erkak bo'lish haqida gapiryapman senga dedi. Senga demadi, to'g'rirog'i erkak bo'lish haqida. Oho, Yaman kattaligini. Jga boraylik, nima bor ekan? Vay. Bu taksida jonga tegdi. Taksistlar jonga tegdi. Jga oldiga ketamiz. Ko'rdinglar qanday professional darajada urmayapman. Bu yoqdan tushib oldik-ku. Janki Lee Jong. Yo'q, mashinasi cho'tka ekan. Chunky Lee Chung is pushing Spank for some new gang from Colombia or Colorado or something. I'm not really sure. Who needs details? Anyway, he's got a noodle stand down in Chinatown. That rat has sold his last stir fry. I want you to take him out. If you need a piece, go around back of Ammunition opposite the subway. You know where it is, right? Well, remember, just watch your back in Chinatown. It's Triad territory. Chinatownga boramiz endi. Hali Jiguliga o'tiraylik. Yeah. Vay! Tush! Mashina yonib ketdi-yu. Qanday yonar ekan, qani ko'raylikchi. Prosta ballonni chiqib ketdi. Motor yo'q bo'lib qoldi. Chunki motor rasm edi. Pastda qanaqa uchqunlar bor ekan. Teginsa yonmas ekan lekin odam. Ketdik. Mana balloni. Ketdi Chinatownga. Polshada ham Chinatown bor. Vietnam Town ham bor. Thai Town ham bor. Punk Noodles ham bor edi. Ye. Bunday qilamiz, bunday qilamiz. Ye, qoch. Bunday qilamiz. Qurollarni olish kerak. Kimdir qochib ketdi, по-моему. Give it my car. Jonga tegar ekan, bular qo'shiq to'g'ri be. Qani. Dushman. Dushmanni o'ldirishimiz kerak. Tutaylayman hozir, to'xta. Butlar qattiq ekan. Qisqamiz foydasi bo'lmayapti. Yo!
bo'lmadi baribir foydasi. Qani u dushman. To'g'ri hayda olmaydi mashinada. Otib ham bo'lmasak ham mashinadan turib. Misol uchun borib mashinasiga otamiz-da, u. Shunda mashinasi portlaydi, u ham o'lib ketadi. Rip bo'ladi. Rest in place. Joying jahannamdan bo'lsin, birodarim. Men unga mo'ljalla, ahmoq. Tovuq miya parod qildi. Borib bu odamga mo'ljallab yotibdi, deb ham mashinaga mo'ljallashga harakat qilsam. Ammo mashinasi yonadi baribir. Shu o'ldirish qiyin uni. Qachet, qiyin. Qattiq borib uramiz yondan. O'lmayapti bu palakat. Politsiyaga tegib ketdim. Sorry. Ket ahmoq. Yomon o'lar bo'ldi bori. Buni to'xtatib ham bo'lmayapti-da bori. Buni hop yo'q qilishning bitta yo'li bor. Men uni ko'raylik-da, bir xil joyda aylanib yuribdi. Yo qatib ketar ekan. Yo'lini yopamiz. Yo'lini yopsak nima bo'ladi? Keyin mana bu palakat. Sonoma. Va nihoyat yangi zonaga qochishga harakat qilyapti. Sonoma. Orqaga qaytma. Mana turib qolgin. Turib qol. Sonoma. Ur. Yep, uring, brat. Abdushi. Oddiy shu politsiyani ham uring. Qiroli bor. Oldingmi? Ha, mana Abdushi. Ya, brat qani? To'g'ri oting. Mana o'l. Voy, palakat. Qatga qochyapti bu, Hind. Palakat. Voy, qoch. $10,000 ishladik. Politsiya mashinasini minamiz va qochamiz. Bo'ldi, 2 minutda qatga qaytib ketishimiz kerak. Yamta dushman paydo bo'ldimi? Nima bo'ldi? Endi nima qilish kerak? You have the search sensing return the police vehicle before the mission ends. Qaytarib berdim politsiya mashinasini. Politsiya mashinasi qaytarildi. You have seconds return the police vehicle before the mission ends. Missiya tugamasdan oldin politsiya mashinasini qaytarib berdi. Uni qaytarib berdim. Boshqa minmayman. Qasam ichaman. Bu super safe bor ekan. You time love inquiry is over. The mission end. Bizga boshqa missiya kerak endi. Ne qilaylik? Sonoma, mana mashinaga o'tiramiz. Hammerga. Patriot Playground. You have 5 minutes to collect 15 points.
pass through the first checkpoint to start time. Bu mashina o'tirish missiyasiga qatnamdimman. Mana nima qilamiz endi? Patrol pointda narigi tomonda qolamiz. Ketdik. Bizga qanaqadir vaqt berilganmidi? Nima qilish kerak? Tushunmayapman. Ye, mashina suvga tushib ketadi. Suvni bo'ylanman. Hamma yerku Defenderga nima edi? Range Roverga o'xshab zinodan yura oladi bu ham. Ko'ryapsizlar? Qo'shiq o'chirib qo'yaylik, odam shoshiltiryapti to'ta. Bu narsa nima qilish kerak? Tushunmadim. Mashinada borib olish kerakmi uni? Tushib ketma, toycho. Va ana oldik. Voy, faqat bu o'tgan emas, orqaga yuramiz. Zinadan yuramiz. Toycho. Jim. 9 soniya qoldi deydimi? 4 3 2 1 0 nima bo'lar ekan? Mission failed, you are out of the time. Men qatdan bilibman. Ayta nimadir bormi? Shuta qiziq narsa. Ko'raylik. Umuman Vice City o'ynaganimda kartasi esimda qolmagan. Temur San Andreas'ni uncha yoqtirmayman. Voy falakat tushib ketmaydi pastga faqat. Yaxshi, toycho bosotdi bu yoqqa qarab. Tamam, shu mashina bilan kirsa bo'ladi-ku. Bo'lmas ekan. Ko'raylik, bu yerda nima bor ekan? Qaysi boy uyimi? Qo'shiq eshitilyapti shu yerdan. O'tib bo'lmayapti. Bu xona kirib bo'larmikan? Yo'q. Tashqarida yomg'ir. Yomg'ir yog'loq, yam-yashil o'tloq. Endi sakramaydi-da, bu sakramaydi-da. Ha, sakradi. Ham boraylik-chi, o'tda nima bor ekan? Oho, odamlar chiqib tabiat tomosha qiladim deyman-da. Yomg'ir qattiq quyapti lekin. Mana yomg'ir astalashdi, to'xta. Ana yerda mo'ynoqmi, nima deyim, mayoq bor ekan, mo'ynoq deyman. Uzr. Hayajonlanib ketdim. To'xtanglar, bu o'yinni suza oladimi yoki yo'qmi? Bilaylik-chi. Vice City'dan qolishmas ekanda, o'lib qolar ekan. Suzishni bilmas ekan. Afsuski waste bo'ldi. Monoma. Doctor will take some any mission you were on the be failed. You will find always nimadir dedi. Короче, telefonga anqayib qolgandim. Jon bor, hozircha $30,000 soqqam bor. Qani missiya qilamiz. Missiya qilishimiz uchun yana qanaqa missiyalar bor ekan? Politsiya paydo bo'lib qoldi. Jay oldiga boraylik-chi. Faqat u ham lose the police desa bo'ldi. Use the police. Lose the police deydi. Politsiya yo'qqa keyin missiya. Qani missiya bajarib bo'larmikan? Van Hayes, Van bu yuk tashuvchi mashina, Hayes bu topshiriq. All right, we're going to hit the payroll van. Payroll van. Leaves Chinatown every day. Bullets won't even dent the van's armor, so get a car and ram it off the road. Shaharchasida yasharkan. And the punk-ass security guard should bail and take it to the warehouse at the docks, and my guys are going to take over from there. Now, I won't be doing its rounds all day, so don't hang around. O'ylaymanki, kabeli yetadi deb naushligimni. O'ylayman.
Yetyapti. O, so'kka yetdi. Bakalga ham yetdi qo'lim. Harakat Davron akaning narsasi tushib ketdi. So'kka chayqatamiz. Reklama tekin. Dinay qo'y deydi. Haqida gapiryapti. So'kka ko'ryapsan, quyishimi? Mana. Noqib kameraga qarayman deb. Oppa. Ha, ichi baho beramiz. Ichi bo'lganman prosta. Sizlar uchun. Bu polski bo'lishning tabiati uncha zo'r emas. Qani bitta ichaylik. Bismillah. Aynigan nima edi, apelsinni ta'mi kelyapti. Basharadan qishayib ketdi. Bitta chayni ta'miga borib kelaylik. Boshdan rangi chiroyli ekan-a? Qanaqa rang bilasizlarmi? Ha, bo'pti. Sizlar bilmaysizlar, o'zim aytaman. Olcha rang. Shunaqa Malibu 2 bo'lsa-da bitta olcha rang, a? 2 litrli motor, turbina. Twin turbo. U XL. Kim xohlamaydi? Misol uchun men xohlamayman. Padaringga la'nat, yomon urdi-da. Qani biz ani vanni o'g'irlashimiz kerak. Prosta yaxshilikcha boramiz. Voy, politsiya ekan bu. Qarayda to'xtab qoldi o'zi. Palakat. Bu vanni qanday o'g'irlarsa? Tush! Uni qanday qilsa bo'ladi? Harakat. Kabrioletda boramiz. Ochgan o'ldirib qo'ydik. O'zini mashinasidan o'zini. Bu kabrioletga farqi yo'q ekan-a? Bu ham olcha rang ekan. Politsiya. Qanchada damage keltirish kerak ekan, aytdi damage turibdi. Ana otishyapti. Politsiya odam urib ketdi. Voy! Kakras politsiya uradi, o'ladi. Kakras, voy, yomon portladi. Yana bitta damage qoldi, shu bilan yetib qoladi. Voy, faqat politsiya tushib otmasin-da. Ana qani? Nega qo'shiq o'chirib qo'yaylik, yoqmayapti. Qani o'tir. Qancha zarar yetkazgandan keyin nima edi? Mashinaga o'tirsa bo'lar ekan. Shunda ham ular ham qo'shiq eshitib ketayotgan ekan, politsiya. Voy palakat. Kuda kelib qoldim. Sig'armikan bu yerda mashina? O'z sig'arkan. Palakat. Yomon urdi. Politsiya yonib ketdi.
Buncha to'g'ri yura olmaydi bu mashina. Jonga tegdi politsiyalar bor. Vay, mashina rasvo bo'ldi. Qoch! Bilasizlarmi? Nimaga bo'tga keldim? Nima qilmoqchi edim? Devorni oldida. Men yo'l bor deb o'ylayman. Ana o'yinni boshlaylik. Ana X bosib o'tkazib yuboramiz endi. O'yin tezroq bo'ladi endi. Qaraydi, boshqa qurol yarog'am yo'q. Jonga tegdi bular qo'shilish to'g'ri bor. Qo'shilishmi, brat? Momoy. Mana. 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 Mardaniga politsiya kelib olaveradi. Rulni buramiz. Qarsini aytgan gapda o'ngga bursa chapga ketadi, chapga bursa o'ngga ketadi. Bam! Ya. Qattiqroq borib uramiz endi. Vay, men trak urdi-yu. Yonga burilarmikan? Bam! Ye. Qat ketyapti bu sun'iy intellekt. Da. Ba, qo'rqitganim ko'rdinglarmi? Brothers in the trouble. Politsiyada to'qqa ham chiqib ketaveradi. To'qqa damol yeb, yomon urdi lekin. Yeb, tush. Hamma sportlaydi, ketma-ket. Navbat sportlashyapti. Ko'ryapsizlarmi? Navbat portlashyapti. Bu narib qochib ketdi. Kimdir yana radio eshityapti. No my shoes. Oyoq kiyimingga. Haromi, nima qilyapsan bu yerda? Asab buzadi bular. Ya, ayta jiddiy missiya bajaryapti. Politsiya yo'q bo'ldimi yo hali ham bormikan? Mashina kuchi yetmayapti. Odam bosib o'tib ketgani. Voy, yana qo'shnida jonga tegdi-da. Mashina qatib ketib qoldi. Voy. Jonga tegdi, mashina portlab ketaverib. Sakrab o'tib keting, brat o'ldirib qo'yadi. Haromi ano ekan, bor. O'yinchi ekan. Sirenasini o'chirib qo'ysa bo'lar ekan. Ular mashinasi tez ekan-da, silishkim. Qat kirib qoldim, kuda kirib qoldim. Drift qilamiz. Yaxshi. Men ham dushman qidirib yuribman mana. Sirenani yoqib yuraydi. Qochishadi.
Voy, jonimga tegdi, bilasizlarmi? Mashina portlab ketaverishdi. Taksida ketamiz. Biram qiyin bo'lib ketdi missiya bori. Biram qiyin bo'lib ketdi. Prama mashinani borib olib kela olmayapman-da. Shu tomonlama qiyin bo'lib ketdi. Shu missiyani tugatamiz hozir. Va yo shubha qilyapsizlarmi? Shubha qilmaylar. Sunnat aka bor ekan, shubha qilmaylar. Ye, bitta stalban buzib. Voy, padariga la'nat bu politsiya mashinasini bor-ku. Hamma yoqdan solishyapti meni. Qoch urib yorma trak. Ha, bo'ldi, tushundik. Ular bu mahallada. Mana keladi. Hop, mana! Tak. Mana bo'ldi, tushdi mashinadan. O'tir. Va o'tir. Va haromimi? Grafический xato bo'lyapti. Jonim tugab qoladi. Jonimga tegdi-da bori. Grafический xato bo'ldi. Короче, mashinaga o'tirmayapti. Ha, borib yaxshilab uraylik-da. Bo'ldi, tush. Sakrab o'tib ket. O'tir meni mashinaga. Ketdi u. Sector 1 the lookup. Nima? Bu politsiyadan nega yo'q bo'lmayapti? Biz aytgan lokatsiyaga ketyapmiz. Orqada politsiya taqib kelyapti bizani, doimgidek. Ana ikkita politsiya. Ko'chalarga kiramiz, asta kirib oldik, amallab ketyapmiz. Lokatsiya bor, topolmayman, bormi? Mana sizlarda ekan. Tepaga. Mashina ko'p urmaydi, o'zi yetib kelib qolgan manziliga. Kelib qoldimmi? Mana chetlarda bo'lish kerak. La'nat narsa. Kelib qoldikmi? Kelib qoldik-ku, pamo'yin. Mana kelib qoldik. Bunaqa qiyin bo'ladi deb o'ylamagandim missiyani. Get out the vehicle. Pamo'yin bo'ldi, yo. $20,000. Shunaqa hayotda oson bo'lsa, pul topish. Chuchvara ham sanabsizlar. Sal qoldi o'lib ketishimizga. El burro wants to offer you an opportunity. Get to the payphone the Hamburg. Hey, if you want more info. Ko'rdinglar? Tepada yozgan narsa o'qiyapman. Bitta bratda menda ishi bor ekan, ani telefonga borish kerak ekan. Ko'rasizlar, hop boramiz o'sha yerga. Ketdi. Politsiya oldida o'g'irlik qilamiz, politsiya oldida qoida buzamiz. Nima qila oladi? Meni kimligimni biladimi? Men Romeoman. Men italiyalik mafiyalardanman. Xo'g'lizim drift qilaman shahar ko'chalarida. Qo'lga nima ushlab olgan? Jonga tegdi. Qo'lingda bu narsani ushlama. Bu yoqdan sakrab o'tamiz. Yeb palakat. Eshitdilar, telefon jiringlayapti degan. Mashina kattaligini qaranglar. Brat nima qilyapti? Brat nima qilyapti? O'ngga o'tadi, chapga o'tadi, o'ngga o'tadi. Tushundingmi deydi? But already you are gaining a reputation on the streets. There is a street race starting by the old school hall near the Callahan Bridge. Get yourself some wheels and burst through all the checkpoints wins the prize.
tushunmadim nima deganiga. E'tibor bermadim. Get the fast car, get to the starting grid. Nimadir qilish boshlash kerak. Nima ushlab olgan qo'liga? Non so'rayaptimi? Non yo'q, короче. O'zimiz ham qiynalib qolganmiz. Bor yo'g'i qo'limizda $51,000 bor. Arzimagan bo'lmishlar uchun mo'ljallangan pul. Bo'lmish ham bir kunda ikkita sigareta chakadi $50,000 ga. Shunga uchib ketibdi. Odamni o'ldirib qo'yibdi. Qamash kerak uni. Parking bor ekan vaziyatda. Laq. Bir nima deb poyga ekan. Vay, bu Ferrari-ku ularda. Menda Lincoln bor yo'g'i. Lincoln bu amerikanskiy mashina. Vay! Qolib ketyapman. Ularda Ferrari otib tashlayman. Otib taylayman. Vay, bular yomon tez-u, ha? Vay! Rasvo bo'ldi. Tushi! Ko'rdingmi? Na tushishga ulguradi bu odam. Da, o'sha checkpointdan boshlaymiz. Bo'ldi, sal tezroq mashina topamiz hozir. Nima qilamiz bilasizlarmi? Mashina qidiramiz sizlar bilan birgalikda. Bu mashina bo'lmayapti. Bu yerda Ferrari. Menda nimaga teshik tog'ora bo'lish kerak? Tez yugurmayapti. Sal shaharroq joyga boraydi, men mashina topishim kerak. Prosta politsiya mashinasi ham yaxshi variant lekin. Bilasan, politsiyaning mashinasini ko'rdim. Balki meni mashinada yutib qo'yarmiz. Qoch niga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Liberty City. Yamaga tushib ketmaydik. Ammo og'ir narsa ekan. Mashina olib ko'rib bo'lmas ekanda, shuning bor ekan. Hop boramiz, poygada yutamiz. Birga bir yutamiz. Cho'chmaydi, u Ferrari. Bizda zato qanaqa mashina bu? Ford, короче. Vay! Harom hind jonimga tegdi. Kapot yopilmayapti endi. Farqi yo'q. Shu mashinada yutib qo'yaman. Ishoninglar. Kelamiz. Shuni boshlab yuboramiz deb o'ylabman. 2-1-0 ketdik. Yep, bu yoqqa bas ekanmi? Boshdan parod qildim, ha? Bu foyda kerak maqsad. Ular o'zi qaranglar, o'zi qolib ketyapti. Prosta yomon tezda mashinasi yetib bo'lmayapti. Bu tupoymi bu mashina? Ana avariya bo'ldi. Protiv mashina haydash ham qiyin masala ekan. Nimani bosib yubordim? Uzr, ekranda nimani bosib ketdi? Voy, qolib ketdi. Yur, onangni magur mashinasi. Burilamiz. Naroqqa. Yomon qolib ketdimi? Birinchi o'rindamanmi? Mamma mia! Voy, men Ferrari ham shutdi ekani. Jonimga tegdi. Politsiya tegib ketmaylik, faqat. Politsiya tegib ketdim.
Ha, mashina yonib ketmasin-da o'yin davomida. Qoch trak. O'zi bitta yulduzcha yo'q, hech qisi yo'q. Endi ikkita yulduzcha bo'lsa qiynar ekan odamni. 3 ta bo'lsa bilmadim. 4 ta bo'lsa tank keladi aniq. 5 ta bo'lsa tank keladi, по-моему. Men ham xato aytgandirman. Men uncha ruscha bilmayman. Просто o'zim sizlarga aqlli ko'rsatmoqchiman. Ruscha biladiganda. Burilamiz. Ketdi. Hozircha birinchi o'rinda. 147 soniya deyapti. Voy, lekin yomon qolib ketdim. Yig'lab o'ray dedim. Ko'zlarimga yosh keldi. Hozir esa birinchi o'rindaman. Kim legenda? Sunnat aka legenda. Qo'l ko'chani aylanib chiqyapti-ku. Hamda kelyapti orqamdan. Ferrari kelyapti. Va yomg'ir yog'ib shu payt. Ye, mashina bo'ysunmayapti. Va, to'xta. Va, traktorga kirib ketdim. Bu qachon tugaydi bu poygasi? Jonga tegdi. Yo'q qilamiz. Mission, you couldn't win a raffle. Men o'tib ketdimi? Bo'ldi. Просто cancel qilamiz. Jonimga tegdi bu poygasi. Buna ko'ra tayinli ish qilsa bo'lmaydimi? Misol uchun, mashina haydash просто. Mana buni qilib. Ay, politsiyskiy bosib ketdim. Qizildan ham o'tib ketdim. Yana qizildan o'tib ketdim. Mashina vibratsiya beryapti nimagadir. Yonadi, по-моему. Trak haydaymiz, trak. Ana, trak ketib qolma faqat. Buncha yugura olmaydi, brat. Trakka yeta olmayapmanmi? Evil shoh bo'ldi. To'xta, onangni qizi. Shuncha missiya bajarsam ham nagi orol ochilmadi. Politsiya trakka olib qo'yish harakat qilyapti. Chiqib bo'larmikan yo yo'qmi? The President of the United Repeat, you will be able to drive to Santon Island deyapti. Qanaqadir orol orqali o'tib ketgan deyapti. Bu ko'prik portlatilgan. Remontda, короче. O'yinni boshida bor, o'zimiz portlatib bordik o'shaning uchun. Qanaqadir streetga kelib qolganman, bu traklar bor ekan. Brat, menikini oling, Evil shoh trakki. Shaxsan o'zi haydagan bratni. Bu esa men o'zim haydayman. Voy. Qani biz ham Evil shohga o'xshab 20 soat haydab ko'raylikchi, qanday bo'lar ekan. Yaxshi. Bratdan tez haydar ekanmiz biz. City Drive qilyapmiz-da. Faqat katta yo'ldan haydavermasdan. Voy, kimdir bosib o'tib ketdik. Brachko ketdi. Vo, sakramoqchi edim, o'xshata olmadim trakda. Liberty City ko'chalarida Sunnat aka. Liberty ko'chalarida. Bo'ldi. Shu joyda o'yinni yakunlaymiz. Nima deb aytsam bo'ladi? O'yin yaxshi ishlangan. Grafika chiroyli bo'libdi. Keyin tashqaridagi ovozlar hammasini birma-bir ishlab chiqishgan. Bemalol eshita olasiz. Tepada Italiya bayroqlari turibdi. Bayroq emas edi, shu ranglari Italiya atmosferasini beryapti. Mana Liberty City, ya'ni New Yorkda kanalizatsiyadan tutun chiqib turadi. Bu yerda ham kirit chiqdi erinmasdan. Barklar bor ekan, odamlar bor ekan. Mana odam urib o'tib ketganman. Hozir tez yordam kelyapti. Keldim tez yordam. Ko'rinmayapti-yu. Ana, mana tez yordam keldi. Endi xohlasanglar tez yordam mashinasini otib tashlasanglar bo'ladi, короче. Ko'rdinglarmi? Endi tez yordam kimga yordam beradi? Ular mashinasi yo'q. Orqamdan politsiya ham quvlab kelyapti.
bo'pti. Pa. Ko'rdinglar, politsiyani ham otib tashladim. Bu 3 ta yulduzcha degani boshqa politsiya kelsa bu ham yomon. Vay. O'zimga ham ta'sir qildi-yu bu narsa. Ha, trakka o'tirib. Outside PT deydimi? Qani vertolyot orqamizdan keldi. Bitta politsiyani bilan tekshirib ko'ramiz. O'yinni shu joyda yakunlab olmoqchi edim. Qana politsiya keldi-yu. Oh no. Tez. Vay! Qoch. Menda bomba bo'lmasa ham bor, ana o'zi normalni portlatyapti, nima edi? Vo, vertolyotdan ana otishyapti menga. Ushab oldi politsiya. Rasvo bo'ldi, короче. Ekranga ham zo'r qilib qo'yibdi, politsiya belgisini chiqazadigan qilib. Unda nima ham deymiz? Usnat Umarokovning Zorix o'yin kanaliga obuna bo'lishni unutmanglar. Videoga like bosinglar, maksimum qo'llab-quvvatlanglar, bratlar. Dushi. Sizlar yaxshi ko'raman. Qani unda o'yinni tugatdik. Justiga olamiz, knopkani bosamiz. Ham bu yoqqa o'tamiz. Men politsiya olib ketyaptimi? Shu to'xtanglarchi. Ha, yo'q. Ha, bo'ldi. Bo'ldimi? Pulimizni olmabdimi? Bo'ldimi? Rovna 1 soat 29, 54 soniya, 55 soniya, 56 soniya, 57, 58, 59 va 1,5 soat o'ynabmiz. Rahmat hammaga kattakon.